Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Demak, biz CSS darslarimizda ham boshlab oldik. Demak, birinchi o'rinda biz CSS ga kirish qilib olamiz. Ya'ni o'zi CSS nima? Ya'ni Cascading Style Sheets. Bu o'zi nima? Bu veb-saytlarimizni bezash uchun, dizayn qilish uchun va uni stilizatsiya yoki stilni chiroyli qo'llab, chiroyli holatga keltirishimiz uchun ishlatiladi. CSS bevosita HTML bilan bog'lanib, HTML elementlarini chiroyli holatga keltirib beradi. Tushunyapsiz-a? HTMLdagi elementlar yoki taglarni olib, shunga chiroyli qilib beradi. Chiroyli ko'rinishga keltirib beradi. CSS uning nima qila oladi? Masalan, CSSda ranglar, fonlar o'zgartira olamiz, elementlarni joylashtira olamiz, layout, responsive design, mobil, tablet, desktop, ya'ni telefonlarimizga, kompyuterlarimizga yoki planshetlarimizga, mobil qurilmalarga veb-saytimizda joylasak bo'lar ekan. Yoki shriftlarni chiroyli holatga keltirsak bo'lar ekan, animatsiyalar va effektlar yaratsak bo'lar ekan, hover, focus va boshqa holatlar ham yaratsak bo'lar ekan. Endi CSS va CSS bilanni hozir ko'rib o'tamiz. Qarang, CSS qarang, oddiy matn. Hech qanday stili yo'q. Ko'ryapsiz-a? CSS bilan esa chiroyli matn, ranglar, shriftlar, effektlar buni. Ko'ryapsiz-a? Ikkalasi farq bor-a? Yaxshilab qarang. Farq bormi? Oddiygina farqi. Xo'p, ko'rgan bo'lsangiz, endi CSS qo'shish usullarini ko'ramiz. Ya'ni CSS'imizni qanday veb-saytimizga yoki qanday veb sahifamizga qo'shamiz ekan. Men Visual Studioga tashrif buyurib olaman. HTML papkaga kiraman. HTML papkamda shu joyda nima deyman? Shu joyda men asosiy darslar onlayn bosaman. CSS deyman. CSS. CSS deb yaratdim. Endi shu yaratgan joyimda men nima qilib olishim mumkin? Yangi fayllar topib. Buning ichiga masalan index.html yoki css1.html deb yaratib ketaylik. Hozirchalik bizga yaratdim. Endi shift 1 da bosaman. Shift 1 da bosganimdan keyin mana shu joyda dokumentatsiyamizga CSS ga kirish deb olaman. CSS ga kirish deganimdan keyin o'ng tugmani bosib Open with slide server. Buni bosib olaman. Mana CSS'imizda, ya'ni yangi sahifamiz ochildi. Endi mana shu joyga men bitta h1 beraylik. Salom dunyo deb yozdim buni. Ko'ryapsiz-a? H1 nimaligini bilasiz? Agar bilmasangiz, buni HTML veb-saytimiz, ya'ni HTMLda kursimiz bor. Ana shuni o'rganib chiqing. Okay, mana salom dunyo deb chiqdi. Mana shu salom dunyoning orqa fonini yoki mana qizil qilaman. Qanday qizil qilaman? Buning uchun men CSS ni ulashimizning 3 xil usuli bor ekan. Tushunyapsiz-a? Bizda bir xil, birinchi xil, ikkinchi xil va uchinchi xilimiz bor ekan. 3 xil usul bor ekan. Birinchisi inline usul, ikkinchisi internal usul, uchinchisi eksternal usul. 3 xil usulda ulab qolishimiz mumkin ekan. Endi sizga 3 xil usulni ko'rsatib o'tib ketaman. Qaraysiz. Birinchi usul CSS nima? CSSda inline CSS qo'shish, ya'ni to'g'ridan to'g'ri HTML elementida stil qo'llashimiz mumkin ekan. Ko'ryapsiz-a? H1 style, color va hokazo. Boyagida endi H1 ga beramiz. Unga style degan atribut beramiz. Style ga masalan background color red deymiz. Red degandan keyin men veb-saytga tashrif buyurib o'taman. Mana salom dunyo deb chiqdimi? Albatta chiqdi. Ko'rdingmi? Tushunyapsiz-a? Ikkinchi usulimiz nima endi? Bu internal usul CSS deyil ekan. Internal, ya'ni CSS ni ulash usuli ekan. Bu qayerda ulanadi? Bu mana shu elementimiz ichida xohlagan joyda yozib ketsak bo'ladi. Lekin mantiqay heading ichida yozish tavsiya etiladi. Mana shu joyda style deb yozamiz. Shu joyda style deb yozganimizdan keyin mana style tagini ochyapman. Tag. Tushunyapsizlar-a? Title, ya'ni heading ichida style tagini ochyapman.
mana shu style tagini ichiga yozib ketamiz. Bu joyga h1 ga murojaat qilaman. Endi tushunyapsiz? H1 ga murojaat qilaman. Mana shu joyda style berish turi mana shu joyda bor ekan. Bu joyda hozir biz nimalarni ko'rib o'tib ketamiz. Mana shu joyda, ya'ni mana shu joydan elementlarni chaqirishimiz uchun bizda selektorlar bor ekan. Masalan, h1 deyman va figuralniy qavs ochaman. Figuralniy qavs ochgandan keyin mana shu ichiga yozamiz. Mana shu joydagi selektor, mana shu joyda kod manbasi. Endi bu joyda nimalar bo'ladi? Ya'ni property bo'ladi. Property selector property value bo'lar ekan. Property value. Mana shu joyga property yozamiz. Masalan, color, ya'ni rangi ko'ryapsiz? Bu property. Ikki nuqtaning ichida bu values joylashar ekan. Value deb yozilmaydi hozirchalik. Masalan, black deb qo'ysak bo'ladi. Qora. Valuelarimiz so'z bo'lishi mumkin, harf bo'lishi mumkin, xohlagan CSS ko'rikmalari va CSSda berilayotgan tablar bo'lishi mumkin. Black qilsam, qora bo'lib turibdi. Hozir buni ko'kka aylantiramiz. Blue. Ko'kka aylantirdim. Endi bizdagi so'zlarimiz ko'k bo'ldi. Tushunyapsiz? Xo'p. Endi mana shunday bu internal style turi ekan. Mana shu joyga yozib qo'yaman. Internal style turi. Xo'p. Mana shu joydagisi esa inline style turi ekan. Mana shu joydagi mana shu style deb yozishimiz bu inline style turi. Endi bizda uchinchisi bor, ya'ni kuchli, ya'ni ko'proq ishlatiladigan, ya'ni external style turi. External eng yaxshisi. Bu internal kichik, masalan, kichkina qutichalar yoki kichkina veb-saytimizda kichik bir loyihachalar yaratamiz-ku, mana shuni ishlatiladi. Kichik praktikachalar yaratamiz-ku, mana shuni ishlatiladi. Inline'lar uncha ishlatilmaydi. Inline tavsiya etmayman buncha ishlatish. Mana tavsiya etilmaydi. Kodni chalkash bo'lib ketadi kodimiz. Internal ham uncha emas, lekin ko'p ishlatiladi. Kichik loyihalar uchun yaxshi. External endi katta loyihalar uchun yaxshi. Katta veb-saytlar qilsak bo'ladi, commerce'lar yoki portfolio saytlarda external ko'p qo'llanadilar ekan. Eksternal usulda qanday yozamiz? Eksternal usulda endi qarang. Head bosh qismga ko'proq linklar ulanadi, boshqa ko'p linklar yoki shunga o'xshash narsalar ulanadi. Mana shu joyda biz mana shu joyda ulaymiz hozir. Undan oldin mana CSS papkamizda bitta fayl yaratamiz. Bu style.css bo'lishi mumkin. Xohlagan nomimizni yozib oxirida .css desangiz bo'ldi. Mana HTML ga alohida, CSS ga alohida. Va endi CSS da qo'yishni o'rganamiz. Mana bu bilan buni bog'laymiz. Ko'ryapsiz-a? Buni qanday qilamiz? Title ga link deymiz. Link deb mana link dedik. Bu xuddi link yaratish yoki link ulashga o'xshaydi. Style sheet ulash degan narsalar. Href ga mana shuni chaqirib olishimiz kerak. Ya'ni Ctrl bilan probel bo'sh joy. Mana nima chiqyapti? Hozir bizda style.css bir HTML lar chiqyapti. Biz CSS ni tanlab qo'yamiz. Bu endi mana tabriklaymiz. Muvaffaqiyatli ulandi. Xo'p, endi CSS ya'ni faylimizga o'tib kod yozamiz. Masalan, menga orqa fonim qora rangda bo'lsin. Mana body rang bor-ku, body. Mana shu qora rangda bo'lsin. Buning uchun nima qilaman? Body degan tegim bor edi. Body. Mana shu body bor-ku. Mana shu body degan tegimga chaqiraman. Figuralniy qavs ochaman. Endi yozaman. Background color. Bularni hali ko'p o'tamiz. Background color black, qora. O'tamiz mana. Bizdamiz boyaga qora bo'ldi. Qop-qora, chiroyli rangda o'tdi. Shunga sintaksida shundaki mana. Endi sizning birinchi kodingiz mana shuni yozsangiz bo'ladi. H1 da color, font size, text align mana shu kodlarni ko'chirib yozsangiz bo'ladi. Nimaligini tushunib olsangiz bo'ladi. Hali ko'p ishlaymiz sizlar bilan.
Amaliy mashqlarni bajaring, yuqoridagi bajaring, hamma darslarni yozib oling, darsdagi topshiriqlarni ham chiroyli qilib ko'ring. Har xil o'lchamdagi matnlar yarating, uyga vazifalarni ham hammasini bajarib boring. Xayr-hisob bo'ling, omon bo'ling. O'qishda davom eting. Har doim praktik qiling. Ya'ni amaliyot qilavering ko'proq.